Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari. 25-oktyabr, xudo xolisa shanba kuni biz yana Namangandagi shanba bozoridamiz. Bilmaganlar uchun eslatib o'tamiz. Mana shu bozor haftaning har shanba kuni bo'lib o'tadi. Namangandagi 5-mikrorayonda Yashil dehqon bozori bor. Shuni ichida bo'ladi. Kelarasizlar faqat bir kun haftaning shanba kuni. Bozorda nimalar bor deganlar uchun bozor ham yangi ham eski narsalar bor. Namangandagi baraxolka deb aytiladi. Mana shu joydan hozir sekin syomkani boshlaveramiz. Diqqat bilan kuzatib tursanglar, kerakli narsalar uchrab qolsa, bog'lanib telefon nomerlariga xarid qilishingiz mumkin. Orientir, bozor orientiri Navbahor stadion bor Namangandagi, o'shani oldida Yashil dehqon bozori bor. Soatimiz 12:30 bo'ldi. Sekin-sekin o'sha odamlar qaytishyapti, savdogarlar. Hozir sizlarga iloji boricha pauza qilib bo'lsa ham kerakli bir video qilib berishga harakat qilaman. Vaqtingizni ko'p ketkizmagan holatda. Katta trassani bo'ydamiz mana. Namangan trassasi bizdan 500 metr uzoqlikda Navbahor stadion bor. Boshladik, bo'lmasam sekin sizlarga ruxsat berilgan narsalar ko'rsatib ketaveramiz. Foydali ma'lumot, xudo xolasa, oyoq kiyim, kiyim-kechaklar boshqa bozorga qaraganda nisbatan arzonroq. Xo'p, yengil bularni ko'rib ketamiz. Kelarasizlar faqat shanba kuni bo'lishadi. 50 ming so'm deyapsizmi? Mashlarmi? 50 ming so'mdan bo'lib ketibdi shishkalar. Qayergacha 50 ming aka buni? Mana shu yerdan bu yog'i 50 ming so'm, ha? Shuna bo'lyaptimi? 75 ming, 100 ming so'mgacha krossovkalar bor ekan. Tanlab olar ekansiz. Bular 50 ming so'mdan ekan. Kelarasizlar. Bularni hech pul aka, tepadagilar. Xitoy fabrikasini 200 ming sotilgan, 140 ming sotilgan. 140 mingga berakali. Mana pastdagilarchi? 100 ming so'mdan aka. Kelarasizlar, har bozor, ya'ni shanba kuni shu yerda bo'lishadi. Katta trassani bo'yida birinchi joy. Mashina uchun kerakli narsalar bor. Promo efirlarimizda ham, keyin boshqa videolarimizda ham juda ko'p ko'rsatdik. Hozir endi to'xtalib o'tirmay, bizni doimiy kuzatuvchilar borda baribir. Shuning uchun bir narsani ko'p ko'rsatyapsiz deganligi nima ham bo'lib qolmasin. Arzon paypoqlar 10 ming so'mga 5 tadan bo'ladi. Shunda pachkasi 10 ming so'm. Opa, salomatmisiz? 10 ming so'mmida shu? Bu nech pul edi? Ye, bular 30 ming ekan. Manlar 10 ming so'm ekan. 5 ta chiqadimi bu? Nechta chiqadi deya. Nechta chiqadi? 10 ta chiqadi. 10 ming so'm narxi. 10 ming so'm. Xo'p, nabor kuluchlar bu yoqda, yangi narsalar hammasi. Rabochiy velosipedlar, qizlar uchun ham bor ekan, bolalar uchun ham bor ekan. Nech pul deyapsiz bular aka? 400 ming so'mdan ekan, 20 razmer aka. 20 razmer, qizlar uchun ham, bolalar uchun ham, maktab yoshdagilar uchun. Xo'p, bu yoqda buni orqasi tarafida egalar ko'rinmayaptilar. Traktorlarga, yuk mashinalarga, stop, har xil fara nimalar bor. Bakovoylar bor ekan. Kelarasizlar. Maishiy texnika bozorda juda ko'p. Savdolashib olasizlar. Misol 5 million desa 3 million, 2,5 million so'm baho aytib, endi bozorda so'rasangiz bo'ladi. Aka nech pul ekan hormay? Assalomu alaykum. 700 ming. 700 ming so'm ekan, holati chiroyli ekan lekin. Rabochiymi? Rabochiy bo'lgani bilan holati chiroyli, balonlari ham chiroyli holatda ekan. Rossiyskimi endi bu aka? Bo'lish narxi nech pul aka? 600 qilib beraman. 600 ming qilib berasiz. 400-500 larga qilsa bo'lmaydimi? So'ragan ayb yo'q. Yaxshi narxmi? Nima deysiz biz obunachilar? Aka o'zidan desa, chiroyli narsa ekan, hurmatli obunachilar, lekin rabochiy. Aka, 400 ga bera olamizmi? Yo'q, 400 ga. Kimniki o'zi? Siznikimi? So'rashdimi 400 ga? Berma deysiz. Seni tutma. Olaman degan. Ha. Nech pulga berasiz? Biz obunachilarga aka o'zidan deb telefon qilib bo'lsa, qilishadi ham inshaalloh. 50 ming o'tib beraman, 600. 600 dan 50 ming o'tib berasizmi? Bor yana 450 ga. Endi pulni men bermayman, oladigan beradi-da. O'rnalarga endi savdolashyapman. 450 ga berasizmi? Nomeringizni qoldiraylik. Beraman uka desangiz nomerni bering. 500 ga beraman. 500 ga berasizmi? Nomeringizni nima qila olaylik? Ayting nomeringizni. 93lik. 93lik. 751. 751
93-88 ma'qul bo'lsa qaranglar, holati zo'r turgan ekan. 500 mingga beraman deyaptilar. Telefonlarga murojaat qilinglar aka o'zdan deb. Bir qur o'zingizlar ham bir savdolashib ko'ringlar balkim. Salomat bo'ling aka. Rahmat. Aka o'zdan deyishadi. Bu siznikimi opa? Siz har kun chiqmaysizda. Oya bu yerdalarmi? Ha, bu nech pul? Nech pul? 800 mingmi? Kami nech pul? Yangiroq narsa ekan, ishlatilgan, lekin yangiroq ekan bu ham. Oya buni 400 mingga beriladimi? 500 ga bo'lsa beradi. Buni ham 500 ga berisharmish. Nomer kimnikini, amakimlarnikini qo'yaylik. Nomerlarni bilasizlarmi? Ayting, ha. 94lik 861 00 84. O'zi nech pulga olgansizlar buni? 680 mingga? 680 mingga olishgan ekan. Demak, 400 mingga berar ekansiz. To'p, rabochku endi. O baloncha ishlagandi. Xo'p, bog'laninglar ushbu aytilgan nomerga, ikkita kolyaska yoqqanini telefonlarga murojaat qilib xarid qilishingiz mumkin. Sizdanmi bu ham? Xo'p, bo'ldi. Xo'p, davom etamiz, hurmatli obunachilar. Mana shu joyda, ya'ni detskiy mashinalardan tushib kelishingizda plisoslar sotiladi arzon narxda. Videolarimizda ko'p ko'rsatganmiz. Yana ko'rsatib ketamiz. Foydali bu. Ko'rganga bepul bilasizlar. Ma'qul bo'lsa telefon nomerlariga bog'lana olasizlar. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, ha. Tuzimsiz? Eng arzoni bugun nech pul? Eng arzon 200 ming bo'lyapti. Qani, shularni ko'rsatib ketaylik. So'z isboti bilan. Bularmi? 200 ming so'mdan. Shunaqami? Ishlashlarini bitta ko'rsata olamizmi? Albatta ko'rsataman. Bitta ko'rsataylik. Bu 300 minglik mana. Bu 300 minglik bo'laveradi. 10 ming beraman mana ega-ku. Anaqa chiqmayapti-ku. Shuni olib berasiz, qo'yasiz bo'ldi. Bismillah. Mana hurmatli obunachilar, 300 ming so'mlik ekan bu. Aha. Yaxshi aka. Samsung 2000 wattli ekan. 300 ming so'm. Xo'p, manlar nech puldan aka? Bizlar chiqarib beramiz, vodiy bo'ylab mashina. Vodiy bo'ylab? Dastlabki o'rtada bo'ladi. 30 ming bo'lsa 15 mingdan tushadi. Shu. Aha. Yengil mashinada ketaveradi-ku, ha bu? Sentrga chiqaveradi. Yangi bozor bo'lsa, yangi bozor. Qimmatlar qani? Ana tebada bor. Ana. Manumi? Mana shu 500 mingga chiqarib beramiz. 500 mingga vodiy bo'ylab 50 bo'lyaptimi shunda? Yo'l kirasi. Yo'l kirasi 50. 50. Narxi 500 ming. 500 ga beramiz. Bular 300 mingdan. Bular 300 ming so'mdan. Qolgan hammasi 300 mingdan. Qolgan hammasi xullas 300 ming so'mdan plisoslar, rabochiy plisos. Akalarimiz chiroyli qilib ishlatib ko'rsatib berishadi sizlarga. Bog'lana olasizlar. Nomer nechi edi? Hop, nomer 93lik. 93lik 621 621 34-35 aka o'z kanalida ko'rdik deb murojaat qilsanglar, xudo xolasa xursand bo'lib qolamiz. Nima bu to'y? Xo'p, undan tashqari qaranglar, bu yerda plisos uchun kerakli qismlar bor. Stakani bor, qopchalari bor. Sizda motorlar bor, sizda nimasidir ishdan chiqqan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bog'lansanglar, xudo xolasa qilib berishadi bor bo'lsa. Mana yangimi aka? Yangi qo'l. Filtrmi bu? Filtr yangi. Aha. Nech pul bu? Alohida. 50 ming so'm. Stakan filtri. Chang shuni ichiga yig'iladimi shunda? Ha? Yaxshi. Aka, salomat bo'ling. Ishlarga omad. Xo'p, davom etamiz. Mana bu yerda instrumentlar, bozorda juda ko'p yangi instrumentlar, eskilari ham bor ichida. Xo'p, bu tarafga yuraylik. Do'stlar, hurmatli obunachilar, eslatib o'tamiz, ushbu bozor faqat shanba kuni bo'lib o'tadi. Eski yangi narsalar juda ham ko'p. Rabochiy mebellar bor, yangisi ham bor, instrumentlar bor, eskisi ham, yangisi ham. Maishiy texnika bor, ichida yangilari ham bor, asosan maishiy texnikalar, eskisi rabochisi kelaverasizlar. Do'stim, xormang, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Nima gaplar? Yo'llarni parodalari keldi. Nech pul bo'lyapti bular, do'st? Bular 150 mingdan beriladi oxiri. 150 ming so'm. Qanaqa nimasi?
Sherkalla deydi. Sherkalla deydimi buni? Ho. Sochlari mana yerdan chiqadi mana qildi. Buni o'g'il qizligini qayerdan ajratsa bo'ladi? Buni ajratlar tagidan qarab. Ha, tagidan qarabmi? Yaxshi. Necha oylik taxminan bu? Oylikmi, kunlikmi qanaqa? Oylikdan o'tgan. Mana o'zi qanaqa? Bu ham sherkallami? Mana bu ham. Ha, yo u boshqa. Parodasini bilmayman lekin. Narxi nechi pul? Karlik deydi. Bu ham 300 ming. 300 ming so'mmisan do'stim? Yo'shi bu ham teng mashina bilan. Bu katta bo'lmaydi. Ha, ha. Ha, jussasi mana shunaqa bo'ladi. 6 oyda qo'shiladi. Mana kichkinalarchi do'stim? Kichkinalar nechi pullar? 100 mingdan. Yo'q, 100 ming so'mdan aka. Mushpilga beraman. Mana qolib ketdi-ku do'stim, voy. Ha, turaysiz. Oyoq qisilib qoldi. Yo'q, qisilmaydi. Bu 100 mingdan. 100 ming so'm, mana tuki nimanikiga o'xshar ekan, a? Beraman dedilar. Qo'yikiga o'xshar ekan, qo'zichoqqa. Echkinikigami o'xshar ekan? Echkinikka o'xshar. Yana ozgina katta bo'ladi, xolos, bu ham katta bo'lmaydi. Parodasi qanaqa buni? Bu Rex deydi. Rex ekan. Yumshoq telpon deydi. Ha, shunaqa ekan, a? Narxini qancha deysiz? 100 ming so'm. 100 ming so'm. Mana qoralar nechi puldan? Bu ham 200 mingdan. Dada, Buni ko'rinishi ham boshqa ekan. O'smardik-ku. Xullas shunaqa narsalar bor bozorda. Asli Hali okalar kelishdi 80 ming. bunaqa parranda, shunaqa narsalar boshqa yerda turadi. Bu do'stimiz shu yerda boshqa narsa sotganlari uchun ham shu yerda nima qiladilar? Undan kam yo'qmi? Oldilarda sotadilar. Asli bunaqa quyon, tovuq, xo'roz, it, kuchuk sotadigan joy bu yerda emas, tashqarida. Blenderlar bor ekan, kofe molkalar bor, mensirovkalar bor. Pech bor ekan. Bozorda bunaqa narsa juda ko'p. Kelaverasizlar. Xo'p, kiyim-kechaklar arzon. Assalomu alaykum. Opa, triko nechi pul beryapsiz? 35 ming so'mdan ekan mana mo'jizko trikolar. 52 razmerda ekan. O'zimizdan ishlab chiqarish bular ekan. Mana kelaverasizlar. Har bozor ochkilar bor. Hormang, assalomu alaykum. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Charchamayapsizmi? Yo'q, olib ketdinglar. Ha, shunaqa qilib qoldi. Nech pul ekan mana shu stanogimiz? 5 million so'm. Ana kulchatiringiz shunikimi? Ha, ha, ha. Nomi nima edi buni? Serkul stanok, Serkul stanok. Narxi 5 million. Nimalari qanaqa? Kuchlanish, oborot 3000 oborot 4 kilovatt deyaptilar. 41 reduktor. Nech pul narxi? Tayyor ekan, ishlar ekan 3 million so'm narxi. Suvarka apparat rossiyskiy-da 220 ga ishlaydi. Mana nagrevator 300 ming. Nagrevator 300 ming, suvarka apparat nech pul dedingiz? 1 million so'm ekan. Bu nima ekan mana u? Drabilka. Shuni ichiga solinadimi? Ha, mana 700 ming. Ha. Mana 700 ming. Mana 200 ming. Qozon 400 ming. Bu 700 ming so'm. Buni qancha deysiz? Bu ham 700 ming. Nima o'zi bu? Bu apparat. Avtogen apparat. Yaxshi. Bu qancha? 2,5 million so'm drabilkamiz. O'choq qozon nech pul? 400 ming so'm. Qozon o'choq 400 ming, pasti listdan bo'lgan ekan. Mana temir ishkiliga qozon yo alyuminmi? Chugun ekan. Nomeringiz nechi edi? 90lik. 789 08 62 hurmatli obunachilar. Og'zaki aytamiz ko'p nomerlari, shuning uchun e'tiborli bo'lib turasizlar, yozib olasizlar sirasi telefoningizga. Sog' bo'ling. Yaxshilikda ko'rishaylik. Mana kimdan ekan apparat? Nech pul? Zaryadningmi bu? Nech pul? Nimani zaryadlaydi? Akkumulyatori zaryadlaydi, narxi 800 ming so'm. Yonidagichi mana u. 300 ming so'm. Nimasi bor? Toshi bormi? Toshi yo'q, 300 ming so'm ekan tarsovka. Xo'p bo'ladi, salomat bo'ling. Kecharchamayapsizlarmi aka? Ishlar yaxshimi? Detskiy bolajonlar uchun velosipedlar, o'smir yoshdagilar uchun, kattalar uchun bozorda juda ko'p. Yangisi ham bor, eskisi ham bor. Kiyim-kechaklar aytib o'tganimizdek, boshqa bozorga, Qo'qonga emas, boshqa bozorlarga qaraganda narxlari arzon.
Deyarli qo'qon narxida desak ham bo'laveradi. Akalar, hormaylar, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Ishlar yaxshimi? Mana kimniki edi? Sizniki edi? Nech pul, aka? 200 ekan, bor 250 lira. 250 mingdan qilib berasiz, a? Necha kilo примерно ko'taradi? Ko'taradi. Ko'taraveradimi? Joyi qarab yetalashga etin olmasalar bo'ladi. Aha, 250 ming so'mdan qilib berilar ekan. Yaxshi. Yo'q, zaps qilyapman bugun, aka. Xolodilniy necha pul deysiz? 2,5 million. 2,5 million so'm baland ekan-a bu ham? 2 metr. Mana usi necha pul? 1,5 million so'm. Dvijogmidi bu? Necha pul? 8 ming. 8 ming so'm. Bir minut. Xo'p bo'ladi. Ishlaydimi? O'zinglar ishlatib ko'rmaganmisizlar? Siznikimi o'zi bu? Yurg'izib ko'rmadingizmi? Yo'q. Tushunarli. Yaxshi. Nomeringiz necha aka? 94. 94lik 867. 867 15 15 bog'laninglar. 250 ming so'mdan arava berar ekanlar. Aka, salomat bo'ling. Xo'p, bu yerda nima? Atverkalar 3 tasi 10 ming so'm ekan. 1 ming so'm ekan. Mana vishilkami nima bu? Arava kimdan aka, siznikimi? Arava kimniki akalar? Abdulaziz aka, arava nechi pul? 1,5 million so'm alyumin arava, holati chiroyli ekan lekin kami bor deyaptilar. Juda ko'pchilik so'raydi. Obunachilarimiz mana bor ekan, bog'laninglar, narxini aytishdi. Ruxsat bersa nomerlarini sizlarga olib beraman. Do'stim, nomeringizni ayta olasizmi aravaga? Okamdan so'rab 91 341 06 11. 1,5 million so'm kelishtirib beraman deyaptilar. Yonda temir arava ham bor ekan. Shundan juda ko'pchilik so'raydi alyumin aravadan. Rahmat. Stilajlar ham sizlarki? Aha, yaxshi. Xo'p, ko'pchilik aytayapti, hurmatli obunachilar, sababi soat 1 bo'ldi. Soatimiz 1 bo'ldi. Shuning uchun maslahat beraman, keladiganlar, kelish imkoniyati borlar, ertaroq kelasizlar. Taxminan bir soat 11 gacha kelsanglar, ancha narsa bo'ladi, odam ko'p bo'ladi, bir aylanib ketasizlar. Mashina uchun chexol, polik shunaqa narsalar bor. Xo'p desalar narxini bilib beraman. Do'stim, ancha bo'lib ketdi, gaplashmaganimizga. Tuzimsiz? Yaxshi. Ancha narsani sotib o'tdilar. Stopni nechi pul deyapsiz orqa nimani? 100 ming Matizika? 100 ming so'm ekan. Chexol poliklar bozorda rabotchilari ko'p. Bu yangiga o'xshayapti. To'y qalasiz? Nech pul deyapsiz buni? 200 ming so'm ekan 10x. Ozgina ishlaganmi yo yangimi? Ozgina ishlagan 10x uchun 200 ming so'm dedingiz a? To'y aytasizmi narxini so'rasam? Nech pul mana video registratorlar? Bular ona hisobida 100 ming so'm, mana 50 ming so'm. 100 ming so'm, mana ikkitasi 100 ming so'm, mana bittasi 50 ming. Shuni deyapsizmi? Bular nech pul? Bular 150 mingdan 500 ming so'mgacha. 150 mingdan 500 ming so'mgacha. Pultlaringiz eng arzon nech pul? Pultda eng arzoni 400 ming so'm. Hop. Magikar nechisi u? 903. 903. Qolgani qimmati qani? Nechchilik? Bitta Izigar bor bu 500 ming. 500 ming. Bular 450 ming so'mdan 905. Aha, Magikar 905. Juda yaxshi. Mana kolonka nech pul aka? 150 ming so'm qilib beramiz. 150 ming so'mga qilib berar ekanlar. Yaxshi. Diska nimaniki? Diska Damas. Ikkita xolasmi? Nech pul ash ikkitasi? Buni ikkitasi 150 ming so'm qilib beramiz. 150 ming so'mdan 12 razmeri shunaqa bo'ladi. Yaxshi. Rul nech pul? Rul 550 ming. 550 ming rul bor ekan. Nimalarchi? Nexia 3 bor. Mana Hammasimi Nexia 3 ku. Nech pul narxi? 100 ming so'mdan ozmoq tushib berilar ekan. Kelaverasizlar shanba kuni shu yerda bo'lishadi. 31-domni eslab qolinglar. Dovondan to'g'ri uchib kelyapmiz. Hali burilganimiz yo'q. Ukaxon nomer yozaylikmi, shart emasmi? Xo'p.
Charchamang uka. Muhimi narxi bilib oldik. Xo'p, bu tugashi bilan instrumentlar sotiladi. Yangilari ham bor, asosan rabochisi. Juda ham ko'p. Boshlarga mana balgarkalar bor ekan. Qo'yi junini oladigan apparat, perforator, qaychi, drill deysizmi? Lazerlar bor bu yoqda. Lob zigarra bor, picholka, hamma narsa bor xullas. Motorlar. Aka charchamayapsizmi axir? To'ylar o'tkazib oldingizmi? Qiynalmasdan. Yangisi nechi pul mana uni? Eng zo'ri. Balgarkani. 250 ming. 250 ming. Bosh makita. Aha. Ha. Hozir. Hop. Hop. Buni ham hozir so'rab beraman. Qo'yi junnini olinadigan apparat, mashinka. Ustaka buni olyapsizmi? So'rayapmiz. Ishlatib berdilar. Taxtdan tilishga shikiliga bu. Ustaka 2 minut vaqtingizni olaymi? Maylimi? Rabochisini arzon nechi puldir nimani? Balgarkani. Rabochi o'zini mana bu o'zini 200 ming so'm, kami bu 180 mingga qilib beramiz. Yana boshqalari bormi yo'qmi? Qimmati bo'lsa ham. Yo'q, rabochi. Bo'p. So'tvordi. Buni qancha berasiz? Buni 500 ming so'm qo'ydik. 500 ming rabochi ekan, bu ham ishlagan ekan. Yaxshi. Xo'p, hozir nima so'rashyapti ko'proq? Shurib qo'ydi sotishdi. Anaqa nimalar bor? Motopilalar. Motopila nechi pul? Motopila 600 ming. 600 ming so'm. Yaxshi. Lazerlar nechi pul ekan? Lazerlar 300 ming, 400 ming. 300 ming so'm, 400 ming so'm. Mallar nechi pul edi? Lazerlar 200 ming, 300 ming. 200 ming so'm, 300 ming so'm shunaqa ekan narxi. Mallar qanchadan berasiz? Ular 200 ming, kami bu 200 ming so'm. 150 atrofida. Yaxshi. Xo'p, adboyni nechi pul aka? Adboyni 700 mingdan kami bor. 700 ming kam bor. Svarka apparatlarchi? Svarka aparat 800 ming, 600 ming kami bor. Kichkinasi 600 ming, bunisi 800 ming ekan. Bunimi? Bu kantashka svarka. Ham kantachka, ham svarka. Nechi pul? 850 ming. 850 ming, tushunarli. Tarchimiz bor mana so'raganlarga. Qancha ekan? 800 ming kami bor. 800 ming kami bor. Garantiyali. Juda yaxshi. Buchi? Bu ham shunaqa 700 ming. 700 ming. Mana sizdanmi, siz kimasizmi? Yaxshi. Xullas, hurmatli obunachilar, instrumentlar hammasidan bor deyarli, yangisi ham, eskisi ham. Sotmoqchi, misol keraksiz bo'lib yotgan instrumentlar olib kelsa, olib qola olasiz-a, kelishmi? Kelishga qoldi. Sizda sizda keraksiz instrumentlar bo'lsa, ishlatmayotgan bo'lsangiz, soting, akamizga kelib bemalol shanba kuni shu yerda bo'ladilar. Barteri ham iloji bor ekan. Misol siz drill olib keldingizda, boshqa narsa kerak. Uni olasizda, ustidan kelishasiz. Narxida agar farq bo'ladigan bo'lsa, bemalol barter qilib olib ketishingiz ham mumkin. Aka nomer nechi edi? 93lik 93lik 496 496 0290 0290 ushbu nomerlarga bog'laninglar. Xizmatlar bo'lsa aka o'z kanaldan deb murojaat qilinglar. Aka ishlarga omad, ko'rishamiz. Xo'p, dars davom etamiz. Mana velosipedlar sirop. Televizorlar bor. Yangi, ichida rabochisi ham bor. Xo'p, televizorlarning narxini bilib olamiz. Diqqat bilan kuzatib turinglar. Necha puldan bular, do'stim? Bular 1 million 100 ming so'm Smart Android Galaxy. Aha, 1 million 100 ming so'm. Dastavka xizmati bormi yo'qmi? Bor. Namangan viloyati bo'ylab besplatniy qilib bering. Namangan viloyati bo'ylab bepul yetkazib berish xizmati ham bor ekan. Bunisi nechi pul? Yo bir xilmi? Bular arzonroq 1 million 50 ming so'm. Faqat telefonni o'ziga YouTube'ga ishlaydi xolos. Aha, Galaxy pulti bormi yo'qmi? Yo'q, Galaxy menimda bor. Bunda bor. Bu telefon bilan ishlaydi deyapsizmi shunda? Ha, telefonni tochkasini yoqadi, YouTube ko'raveradilar. Ha, tushunarli. Buni fulli bor, mana o'zi bor. Hop. 9 ming model. Shu 2 yildan kafolati bor. Bizantina ishlari 1 million 250 ming qilib beramiz. 1 million 250 ming. Bunda Galaxy pult bormi yo'qmi? Bor, Galaxy Bor, bor, ikkitadan pult ham. Yaxshi. Mana qanaqa? Ular
Akolon degan. Aha. Necha Bular pul? 1 million so'm. 1 million so'm Ha. 32 taliga. Ha. Yaxshi. Optim oladiganlarga $83 qilib beramiz. Tushunarli. $83 optim oladiganlar uchun. 43 talik bu? 45 talik Hop. smart bu ham. Aha. 200 ming so'm qilib beramiz. 2 million 200 ming so'm. Bunisi-chi? 55 talik bu. Hop. Bular 3 million 900 ming qilib beramiz. 3 million 900 ming. Funksiyasi qanaqa buni? Funksiyasi shu Android TV, Aha. Wi-Fi eng fulli. Aha. Hammasiga ishlayveradi. Netflix, Bluetoothlargacha bor. Yaxshi. 55 talik qancha dedingiz narxini? 3 million 900 ming. 3 million 900 ming so'm ekan do'stlar. Rabuchilar necha pul bo'lyapti? Rabochilik 550 ming so'mdan tanlab olish. 550 ming so'mdan tanlab olar ekansiz. Mana ham sotuvdami sizda? Necha pul bu? Buni $100 qilib beramiz. 100 dollarga shuni o'zimi yo u bu narsasi bormi yonda? Shuni o'zi korobkalar, ozgina ishlagan bu. Ha, ozgina rabochi. Mana ruchkasi ham bor ekan, g'ildiraklari bor ekan. 1 million 200 ming zo'r oldi. Do'stim, nomer aytasizmi? 90lik. 90lik 260 260 88 48. 88 48 tushunadingiz a? Ha. Bog'laninglar ushbu nomerlarga aka-o'zidan deb murojaat qilsanglar xursand bo'lib qolamiz. Ishingizga omad. Har shanba chiqyapsiz a? Har shanba kuni mana Dovondan yetib keldik. Ikkinchi darvoza o'ng qo'ldagi. Birinchisiga ko'rdinglar, kirmadik. Ikkinchisi. Xo'p, oyoq kiyimlar endi bundan buyog'iga. Ichlari mexli ekan-a bular, akalar. Necha pul sotyapsizlar? 65 ming aytib, 60 ming 55 ming. 55 mingdan qilib beryapsizlar. Buni o'rtasidagini 45 ming 40 ming qilib berdi. Qaysi birini? 40 ming so'm. Aha, mana-chi. Bu ham 45 mingdan. 45 ming so'mdan. Ashlimiz 45 ming so'mdan. Necha puldan bo'lib topib chiqaraman? Bular necha puldan? 45 mingdan bor, 30 ming so'm? Ha, 30 mingdan berdi. 35 ming, 30 ming. Molli 25 ming juni yo'q. Bular 25 ming so'mdan. Yaxshi. Kelarasizlar, har shanba chiqyapsizlar, akalar. Joyimiz shu yerda. Xo'p, mollar necha pul? Ashla aka 120 ming berdi. 120 ming so'm, ichlari mexli ekan. Bozoringlar bersa? Xo'p, qizlar uchun ham bor ekan, ayollar uchun. Xo'p, bu yerda endi uyga ro'zg'orga kerakli asbob-uskunalar, o'roq, tesha, ketmon, lopatka, hamma narsa bor. Arra ham bor ekan, grabil bor ekan, taroq. Charchamayapsizmi, do'stim? Ishlayapsizmi? Boltalar necha pul beryapsiz? 45 mingdan 120 minggacha bor. 45 ming so'mdan 120 ming so'mgacha yoradiganlarimi? 130 mingdan 200 minggacha bor. Katta yoradiganlar. Bular, ha? Ha, bular 200 minggacha. Temiri nimadan? Relsdan. Relsdan ishlangan ekan. Yaxshi. Chopqalar qancha? Chopqa 45 35 mingdan 60 minggacha bo'ladi. Yo, mana boltani chopadigani. Bular 45 mingdan 120 minggacha. 45 ming so'mdan 120 ming so'mgacha. Daskarlar chopqa nechi pul? Daskarlar 35 mingdan Hop, 60 minggacha bor. 35 ming so'mdan 60 ming so'mgacha bor ekan. Mana nimaga alohida turibdi? 200 minglik eng qimmat. 200 ming so'mlik. Relismi bu ham? Sopi nimaniki? Zarang. Zarang materialdan bo'lgan yog'ochdan. Arralar nechi pul? Ana ko'p tugatmonlar 45 mingdan 70 minggacha bor. 45 mingdan 70 ming so'mgacha bor. Oldingizdagi qaychi nechi pul? 100 ming so'm qaychi. Jodi nechi pul? 300 ming. Jodi 300 ming so'm ekan. Tishalar nechi pul? Aka qaysi kanal? Aka uz. Tishalar nechi pul? Tesha 45 mingdan 130 minggacha bor. Temir cho'pida o'rnacha bor. Temirni ham cho'padigani bor ekan ichida. Bu yog'i ketmon lopatkalar. Kelarasizlar bozor kuni, ya'ni shanba kuni kelasizlar. O'roqlar nechi pul beryapsiz? Eng arzoni 15 ming so'mdan ekan. Salomat bo'ling. Pechka kimniki? Nechi pul sotyapsiz? 400 ming so'm ekan qo'lga tegishi. Shu holatdami? Nimasi yo'q a? Listanmi nima undan bu gap? 3,5lik lis ekan. 400 ming so'm bo'lish narxi. Nomeringiz nechi? 94lik 150 74 75 xohlovchilar uchun mana sovuq kunlar keldi, pechka bor yoki bo'lmasa uyga kerakli asbob-uskunalar. Salomat bo'ling. Aka o'zidan ko'rdik deb murojaat qilinglar. Mana ham bitta gaz qo'ydi.
Xo'p, gaz plitalar mana bu yoqda. Sotildimi akalar, yo olib ketyapsizlarmi? Sotildimi? Qanchaga aka? 1 millionga? 1 million 300 gami? 1 million 300 ga sotilibdi. Qo'y. Mana oqini ichib pul, tog'a. Sizdanmi o'zi? 1 million 800 ming so'm ekan oqi. Holati zo'r shikiliga. Kami bor. Yaxshi. Yondaga nechi pul? Qancha? Sotildimi? 1,5 million so'mga sotilibdi. Zo'r. Nastavka stonovkasi bor. Nomer aytib qo'yasizmi? Sizdanmi? 87lik 255 255 05 0504. Vodiy bo'ylabmi qanaqa? Olib borib dastavka qilib beramiz. dastavka qilib berishar ekan, xudo xolasa. Chiroyli ekan. Gifest 1 million qancha deylar? 1 million 800 ming kam. 1 million 800 ming kam bor ekan, xudo xolasa. Salomat bo'linglar aka. Xo'p, kelaverasizlar bozorda shunaqa narsalar ko'p. Savdolashib, tortishib olasizlar. Yoqqan narsani. Tog'a charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Qalay bo'ldi bugungi bozor? Yaxshi. Ishlaringiz yaxshimi? Tanijon sog' salomatmi? Kuzga yaqin odamlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'lyapti? Kuzga yaqin odamlar. Ko'payadi. Ishlar tugaydi, misol dehqonchilik, qurilishlar deganda odam ko'payadi bozorda, yaxshi. Boks buni eng maydasi shumi? Ha, eng kichkinasi. Buni maydasi yo'qmi? Nuri chiqadi, chiqmoqda. Nuridan kirayapti. Men chiqmayapti. Asham bo'lib ketdi, o'shamcha bir ham bo'likmi odam. Masalan, Xo'p, mishoklar bor. Kichkinadan tortib, o'rtacha, kattalari ham bor. Bozorda har shanba kuni shu yerda bo'ladi, amakimiz kelaverasizlar. Tog'a mana kattasi nechi pul edi? 500 ming so'm. Qizilichi mana o'zi. 220 ming oxirgi narxi. Mana kichkinalarchi? 30, mana o'zi 40 ming. Bunisi 40 ming, mana kichkinalar 30 ming so'mdan ekan. Ular 70 mingdan. 3 ta olsak, ha? Arzonga berasizmi 3 ta olsak? 3 ta chiqadimi? 3 ta chiqadimi 3 ta? Arzonroq qilib berasizmi deyaptilar? 30 ming so'mdan qilib beraman deyaptilar. Oyoqqa taqadigan, tizzaga taqadigan nimalar bor ekan, himoya. Space formalar bor, adezdalar, rabochiy formalar. Bozorda ko'p bunaqa narsa, kelaverasizlar. Ustkilar ham bor ekan, mana sovuq kunlarga kiygani. Oyoq kiyimlar bu yoqda qaranglar. Lapa nech pulida akalar? 50 ming so'm lapa bor. Qorasi ham bor. Qorasi qancha edi? Ham bir xilda. Narxi bir xil. Kattasi bor, sotilib ketdi. Kattasi bordi, sotilib ketdi deyaptilar. Katta mana perchatka nech pul? Ko'k. 80 ming so'm. Kichkinalar 70 ming. Kichkinaroq bor 70 ming. 110 ming. 110 ming bu. Nimaga sal nimaroqmi, sifatliroqmi bu? Ha, 110 ming so'm ekan. Gantellar va mana qaranglar. Qaysi kanal bu? Aka Uz degan YouTube'da kanal ham aka. YouTube'dan ha. Xullas bozorga kelinglar, hurmatli obunachilar. Amakimiz bandlar. Oyoq kiyimlar ko'p, bundan bu yoqqa ko'p chiqadi. Kelaverasizlar. Bozordagi kerakli narsalar sizlarga tanishtirishda davom etamiz. Endi esa mana qaranglar, mana shu yerda To'raqo'rg'onlik akamiz, usta akamiz bolta, tesha, chopqi, ya'ni daskalli, o'roq shunaqa narsalar o'zlari yasab olib kelib, sifatli, mustahkam, ancha xizmat qilib beradigan narsalarni bozorda sotadilar. Har shanba kuni shu yerdalar.
Nima deysiz ismingiz aka? Akbarjon. Akbarjon akamiz, assalomu alaykum. So'rashib beraylik. Charchamayapsizmi axir? Xudoga shukr. Demak, To'raqo'rg'onda To'raqo'rg'onda ishlab chiqarish uyingizdami? uyimizda. Zo'r. Hozir endi mavsum-ku mana sovuq kelyapti. Shu boltalarni bilaylik birinchi o'rinda. Xo'p, mana boltalarimiz Material nimadan ishlangan? Hech kimda yo'q bunaqangisi. Aha. 5 kilodan bular. 5 kilodan. O'zi 5 kilo. 5 kilodan. Aha. Yo'llari qalin, uncha-munchaga u xafa bo'lmaydi. Mhm. Ana sizga men bir boshqacha qilib ko'rsatib beraman. Bu ham qattiq temir. Aha. Mana. Ko'ring material. Hop ana. Qatmaydi. Mana qarang. Uncha-munchaga qatmaydi. Aha. Material nima deysiz buni? Relisi galopkasi. Relisi galopka ishlar. Buni 4 kiloli. Bu Aha. 5 kiloli, bu 4 kilo. Mana. Ne joningiz sog' bo'lsin. Aha. Maza qilib ishlatadi odam. Aha. Hozir Shunaqangi maza qiladi. Bunisi 3 kilolik. aha. 3 kilolik mana bunisi ham. Mana material. Joningiz sog' bo'lsin. Mana Hop. shu daskalarimiz ham shunaqangi Mhm. temirni bemalol chopa oladi mana. Mana hech nima qilmaydi. Qo'yib. Xudo xolasa uyaltirmaydi. Hozir qarang, buni ustida yozuv turibdi. Bu narxlarmi endi shunday? Narxlari. Hop, manasi 160 ming. Aha. Bozorlar qilib beramiz. Aha. Ha, bunisi 140 ming. Aha. Bunisi 110 ming. Tushunarli. Demak, misol keladigan bo'lsanglar, bozorga keladigan bo'lsanglar, qaraysizlar, narxi bor ekan. Mana bemalol sizga qaysi narxi ma'qul bo'lsa, shuni olib ketar ekansizlar. Adashmaslik uchun narxini yozib qo'ygansiz. Kvaldachalarimiz ham bor mana 4 kilodan kvaldachalarimiz. Kelasi 4 kilo. Kelasi 4 100 ming so'mmi bu? Bu 100 ming so'm. 100 ming so'm. Gap yo'q. Mana qassoblarga boltalarimiz bor mana. Hop. Bu boltalarimiz ham zo'r. Mana temirni bunday ham temir cho'p ko'rsatib beraman. Qassob aka-ukalargami? Qassoblarga mana shu. Mhm. Mana. Bemalol mana. Gap yo'q. Qat-patisi yo'q. 200 mingmi hozir bu? 200 ming. Buni ham Aha. yo'lda qilib beraman. Yo'lda qilib Bu berasiz? ham shunaqa. Mana 100 minglik ham 100 ming so'm bemalol ekan. cho'qir mana. Tushunarli. Bemalol. Bular o'zi material nima? Bular Boltalar. resor mana. Resora, Bular chopqi bolta. 150 ming mana. 150 ming so'm. Juda yaxshi. Uncha-munchaga xafa bo'lib diqqat bo'lmaydi. Xo'p, daskallarlar 65 ming so'm, 70 ming so'm. 70 ming so'm. Zo'r. Juda yaxshi. Mana shu kirkchalarimiz ham bemalol temirni chopaveradi mana. Aha. Mana hech nima qilmaydi. Qo'y. Resordan tayyorlaganmiz. Nech pul ular o'zi? Bular 20 ming so'm aka qo'lingizdagi. Hop, manasi zilli resordan qilingan 25 ming. Hop. Ha, bunisi 3 bor Moskvich resordan. Bu ham 25 ming. Kerka. Aha. Arzon. Zo'r. Yaxshi. Gvazdorlarimiz mana shu prujinadan tayyorlangan. Shu gvazdorlarimiz prujinadan Aha. tayyorlangan. Orasi yeyilib ketmaydi. Ha. Rossiyskidan zo'r bular. Xudo xolasa hali shoqqacha uyaltirmadi, zo'r narsalar. Xudo xolasa. Mazza qilib ishlatadi. Mana shu grabullarimiz ham 15 yilga garantiya. Qo'yil. 15 yil garantiyasi bilan. Qo'y. Bu ham mazza qilib ishlatadi. Aka bizga telefon nomeri aytib qo'yasiz bo'lmasa. Hop, 95lik. Hop. 030 95lik 030 02 78. Yaxshi. 95lik 030 02 78 bog'laninglar. Mana shunaqa narsalar sizlarga chiroyli qilib akamiz yasab yetkazib ham berar ekanlar, xudo xolasa kelishuv asosida. O'zimiz Aha. qilib beramiz. Zakazga любой narsa qilib beraveramiz. Adres To'raqo'rg'on. Adres To'raqo'rg'on. Aha. Kelaverasizlar shanba kuni shu yerdalar, xudo xolasa. Bu tarafimiz dehqon bozori. Gurunch, har xil sabzavotlar sotiladigan joy. Buyruqlar, buyumlar hammasidan tayyorlaymiz. Xo'p bo'ladi. Kerakli odam mana shunaqa narsa desa qilib tayyorlab beraveramiz. Xo'p bo'ladi. Aziz bo'lsa qarab ham tayyorlab beraveramiz. Xo'p bo'ladi. Rahmat aka. Salomat bo'ling, ishingizga baraka bersin. Bog'laninglar, aytilgan nomerlarga ekranda turibdi. Aka o'zida ko'rdik desanglar xursand bo'lib qolamiz. Salomat bo'ling aka, ishlarga omad. Xo'p, bu yog'i dehqon bozori aytganimizdek, bu tarafimiz esa kiyim-kechak, gilam, palos va mebellarga ham shu yerdan o'tiladi. Hop, yengil sizlarga shu yerdan ham bir manfaatli, yaxshi bir ma'lumot olib beraman. Gilamlar narxini bilib olasizlar, pardalar bor. Ruxsat bersa pardalarni ham ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. O'tyapman oldingizga. Xo'p, mana yerda esa Muziko jins shimlar sotiladi, qaranglar. Soni juda ham ko'p. Hammasi yuvib chiroyli qilib qo'yilgan, butun narsa faqat kiyilgan. Ketillar bor,
Sportivga kurtkalar bor, har xil narsalar bor. Dublonkalar ham bor ekan. Bu yoqda ham mana ancha narsa bor. Kelaverasizlar, har shanba shu yerga chiqishadi. Bu tarafimiz eski mebellar sotiladigan joy. Har kuni bo'lishadi ular. Akalarimiz esa faqat shanba bozor kuni kelishadi. Shanba kuni shu yerda bo'lishadi. Usta aka charchamayapsizmi axir? Rahmat, sog'lik. Rahmat. Yerdagilar nechi pul edi? Yana bitta beraman, Shirin akammi? Yerdagilar nechi pul edi? 35 ming aytib, 30 ming sotdimiz. Optimga 25 ming so'm. Optimga 25 ming nechta olasiz Optimga? 10 ta. 10 ta olsalar 25 ming so'mdan berilar ekan, donaga 35 ming so'm, 30 ming so'm. 30 ming so'mdan donaga berishar ekan. Kelaverasizlar. Salomat bo'ling aka. Ishlarga omad. Bag'imda jonim. Xo'p, ketdik endi gilamlarni ko'raylik. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Bu yog'i paloslar, rabochiy paloslar, bu yog'i pardalar. Bu tarafimizda esa gilamlar. Charchamayapsizmi? Nech pul ekan bu ko'rsatyapganingiz? 150 ming so'm ekan. Razmer nechi bo'lardi? 280 ga 3 razmerda bo'lar ekan. Yig'ishtiryapsizmi? Juda ham chiroyli, qaranglar. Kerak bo'lsa, bemalol mana shu bozorimizga kelaverasizlar. Gilam oldida turarlar oyamiz. Har bozor chiqarlar shanba kuni. To'y nima gap? Ustaka 2 minut vaqtingizni olaman. Assalomu alaykum. Qaytishga harakat qilyapsizlar sizlar ham. Bugungi bozor tugadi. Bormi hozir 5 talik? 5 ta gilamimiz bor. Hop. 3 ga 5. 3 ga 5 razmer qaysi biri? Birinchidagi 3 ga 5. 3 ga 4 mana Qayroqom, Lennobod. Leninobod 3 ga 4 deyaptilar razmerini. Bular nechidan? 2,5 ga 3,5 dan 1 jo'q. 3,5 ga 5 bo'ladi, 2,5 ga 7 bo'ladi. O'zi donasi qancha deyapsiz razmerini? Ha shu turishini hammasini Yo, razmerini mana uni. 2,5 ga 3. 2,5 ga 3 dan 2 ta bor ekan. Aha. 2 ga 3 bitta. 2 ga 3 razmerda bitta bor. Общий 5 tasi nech pul? Общий 5 tasini 2 million 300 mingga. 2 million 300 mingga? Nasabga qilib beraman. 2 million 300 mingga. Ayni bunaqasi bo'lmagan. Namangan bo'ylab dastavka qilib berasiz. Aniq adashib ketmadingizmi axir? 2 million 300 ming eslab qolinglar. 3,5 ga 7 gilamimiz bor. O, aqich ketgan. 3,5 ga 7 qaysi? Mana umi? Ha. 1 million 300 ming kami bor. 1 million 300 ming kam bor ekan. Bunisi-chi? 5. 3,5 ga 5. 1 million 200 ming kami bor. 1 million 200 ming so'm kam bor. Mana qizil qanaqa? Bardoviy. Bardovi 3,5 ga 5. 3,5 ga 5 razmeri. 1 million 100 ming kami bor. 1 million 100 ming so'm deyaptilar, kami bor xudo xolasa. Bu yoqda boshqa razmerdagilar ham bor. 4 ga 5. Haytekmi bu? Ha, haytek deganlar mana shu. 4 ga 5. 4 ga 5. Popiga bor ekan yonda. Nech pul? 1 million 100 mingga. 1 million 100 ming so'm. Kami bor, kelishtirib beramiz. Bag'da razmer gilamlarimiz bor, har xil mana. Bularmi? Nechilar ko'proq? 3 ga 6, 3,5 ga 6, 3,5 ga 5, 3,5 ga 4. Mana shunaqa razmer gilamlarimiz bor. Xo'p. Arzon narxda yetkazib beramiz. Telefon nomeri aytib qo'ying. 97lik 623 2011. Bog'lanasizlar ushbu aytib o'tilgan nomerga gilamlar kerak bo'lsa shanba kuni chiqishadi, kelaverasizlar. Pardalar bor mana, kesaklar pardalarni ham olib yoqqanni savdolashib xarid qilib olib ketasizlar. Bu yoq esa aytib o'tgandek mebel do'konlari. Yangisi ham bor, asosan rabochiy narsa sotishadi. Sotmoqchi bo'lsangiz ham olib kelaverasiz. Bebozor kuni ham, ya'ni haftaning har kuni ishlashadi. Kunduzi kesarlar, aniqrog'i shu soat ertalab 8 dan bu yoqqa kelaverasizlar, kechki soat 4-5 gacha. Akalarimiz shu yerda bo'lishadi, mebelchi akalar. Mana gilamlar. Nech pul deyapsiz aka buni? 6 million 8 ming narsa 3,5 ming beraman. 2 million 8 ga beraman deyaptilar. 5 ta narsami? Ha, 5 ta narsa ekan. 3,5 ming 5.
3,5 ga 5 mi bu yoyganingiz? 3,5 ga 5. Hop. Mana 3 ga 5. Bunisi 3 ga 5 deyaptilar. Rasxotim ham pulim bor. Mana gilamdan qani. Nimaga zarariga sotyapsiz? Menga zo'r bo'ldi, pul kerak bo'ldi. Qish sovuq kelar ekan, nimaga? Mana gilamdan qani. Oh. Eng kichkina razmer necha razmer? 2,5 3,5 da. 2,5 ga 3,5 eng kichkinasi. 5 talikning ichida bor u, Bor, 2 ta bor. 5 ga 3. 2 ta bor. Hey. Bobosh ozingdan bilmasin, mana. Xullas, mana shu 5 ta narsa 2,8 mingga beraman deyaptilar. Mana qara. Bu rasxotim ham pul emas. Bitta rabotga 1,5 million bo'ladi. Kelnoyi. Nima ber, bitta qo'ynali puliga. 8 million narsa berishdi. Xo'p, kelaverasizlar. Soatimiz 20 ta kam 2 bo'libdi. Golog bor ekan mana yerda, chiroyli. Akalar nech pul aytyapsizlar buni? Sotildimi? Qanchaga sir bo'lmasa? 3 million 200 mingga divan kreslo deydimi buni aka? Ugolog ekan, sotilibdi. Mana shu narsamiz, polni komplekt. Xullas ugolog. Mehmonxona uchun ugolog ekan. Orqasi ham o'zini materialdan ishlangan ekan. Kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Sizlarga qo'ldan kelgancha harakat qildik. Bozorda aylanib yurib syomka qilish ham oson emas. Metrajli mana materiallar sotiladi. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Xitoy bular, opa, adashmasam? Xitoy. Kelaverasizlar, har bozor shu yerda shanba kuni. Savdo zo'r bo'ldimi, oya? Assalomu alaykum. Siz olmayapman, charchamayapsizmi? Qayerdan chiqdingiz? Qizini berdi u. Ana to'ydan endi chiqdingiz. Xarajatdan chiqdim. Katta xarajatdan chiqdingiz. Endi bu yoq faqat pribelga kirasizmi? Xudo xolasa. Kelaverasizlar, pardalar video qilganmiz oyamizdan. Har bozor o'g'illari ham chiqadilar, o'zlari ham chiqadilar. O'zlarini iloji boricha ko'rsatmayapman. Kelaverasizlar, pardalar akuzda ko'rdik deb kelsanglar, narxini arzon qilib berasiz, oya? Optim qilib beradilar, xudo xolasa. Salomat bo'ling, oya. Hop. Metrajli kiyimlar. 16 ming so'm, 9 ming so'mgacha bor ekan. Oya, charchamayapsizlar? Rahmat. Oya, charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Nima bo'lyapti bular? Nech pul bo'lyapti narxi? 120 ming. Qalinlar. Razmerda narxi o'zgaradimi yo'qmi? Nechta bo'ladi pachkada? 3 ta bo'ladi. 110 ming berasiz shunda. Razmeri bir xil bo'ladimi yo buzsa bo'ladimi razmerni? Buzib beraverasiz, optimga demoqchiman. 2XL, 3XL ekan. Malamerka emasmi? Oya, malamerka emasmi? Razmeri o'ziga o'zi chiqadimi? Ha, chiqadi, bemalol. Donaga nech pul dedingiz buni? 110 dan pachkaga ham, donaga. Donaga ham, pachkaga ham 110 ming so'm ekan. Qaranglar, chiroyli ranglari bor ekan. Endi jicha nima qilaman, oya? Xafa bo'lmasangiz. Material nimani qayerniki? Xitoy, a? Zo'r, 110 ming so'mdan. Kashmir materiali. Kashmir material. Kashmir materiali. Har bozor chiqyapsiz, shanba kuni? Har shanba, dushanba Lolaga ham kelamiz. Dushanba kuni Lolaga borsanglar ham haqiqatda Namanganning Lola jahon bozori bor. O'sha yerda juda katta bozor bo'ladi. 120. Baraxolka bo'lmaydi, lekin katta kiyim-kechak bozori bo'ladi, kelaverasizlar. Shanba kuni hozir mana yerdan uyga ro'zg'orga kerakli asbob-uskunalar ko'rsatdik. Bu yog'i maishiy texnikalar. Gilamga o'tdik, mana bu joydan gilam pardalarga shu yerda turishar ekan, kelaverasizlar. Oyi, salomat bo'ling, bozoringiz bersin.